Bir qarab buning nimaligini bildingizmi do'stlar? Ha, bu siz bilgan o'sha achchiq tosh. Achchiq tosh haqida ko'pchiligingiz yetarli darajada ma'lumotga egasiz do'stlar. Lekin shunda ham bu haqida ozgina ma'lumot berishni o'zimizga lozim deb topdik. Qani ketdik. Oyog'ingizda tez-tez terlashlar bormi? Oyog'ingizda tez-tez hidlanishlar bormi? Barmoqlar orasida griboylar paydo bo'lyaptimi? Hatto revmatizmda o'ta foydali giyoh achchiq tosh do'stlar. Kattaroq bir idishga kuyar-kuymas darajaga iliq suvni oling. Oyog'ingiz botkilik darajada bo'lsin. Ana bu achchiq toshdan 4-5 dona solib qo'ying. 10-15 minut tursin. Ana undan keyin oyog'ingizni o'sha idishdagi suvga botiring. Hamda ustidan yana ozroq iliq suv qo'ying. 10-15 minut oyog'ingizni solib vanna qilib turing do'stlar. Ana undan keyin kir sovun bilan ustidan yaxshilab tozalab yuvib tashlang. Mana shu holatni 3 kun 4 kun takrorlang. Ana buni foydasini o'zingiz yaxshi his qilasiz. Oyog'ingizda har xil shamollashlar ham, terlashlar ham, hidlanishlar ketadi. Griboglar yo'qoladi do'stlar. Buning yana bir ajoyib xususiyati og'iz pishganda o'ta foydali. Buni bir bo'lagini olib, iliq suvga solib, chayqab g'arg'ara qilsa ham bo'ladi. Bir bo'lagini olib, bironta loshkaga solib olovga tutsangiz, bu xuddi suv kabi eriydi. Ana undan keyin bir bo'lakcha paxtani olib botirib, ana bu bilan chiqasangiz ham bo'ladi. Og'iz pishganda o'ta foydali narsa bu achchiq tosh do'stlar. Achchiq tosh ayollarda jinsiy shamollashlarda ham juda ham samarali vosita hisoblanadi. Buni eng foydali xususiyatlaridan yana biri infeksiya o'ldirish. Do'stlar, erkak kishilarimiz soqol olgandan keyin ana buni bir bo'lagini olib, iliq suvga solib, soqol olib bo'lgandan keyin ustiga surtsin. Har qanday infeksiyalarni yo'q qiladi. Biron bir joyini kesib olgan bo'lsa, qonni to'xtatish ham juda foydali. Yana bir xususiyati oshqozon ichak sohasida, ich qotirishda, ichni qotirishda juda ham foydali do'stlar. Oshqozonlarda bir bo'lakchasini olib iste'mol qilib yuboradi. Uning nafi yuqori bo'ladi. Mana. Do'stlar, achchiq tosh haqida sizlardan bitta komment, bitta like qoldirishni so'rab qolamiz. Sababi bu haqida ko'pchiligingiz juda ham yaxshi bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar.